Assalomu alaykum YouTube kanalimizning hurmatli obunachilari do'stlar. Bugun ma'noqani ko'rsatuvini 3-sonini syomka qilyapmiz. O'rtoqlar, sizlarga bu son yoqadi degan umiddaman. Bugungi mehmonimiz Samarqandda o'zini qo'shiqlari bilan hammani ko'nglini olgan va to'y va marosimlarga o'zini ajoyib xizmatlari bilan xalqimizning ko'nglidan joy olayotgan san'atkor ukamiz Shohsulton. Qarsanglar o'rtoqlar. Assalomu alaykum. Shohsulton, yaxshimisiz, to'g'rimisiz? Charchamayapsizmi? Nima gaplar ijodda? Ijodda juda yangiliklar ko'p va biza harakatda yaqinda yana bitta yangiligimiz bor. Ijod bo'yicha avtorskiy masalasida, yana boshqa ijodlar haqida yangiligimiz ko'p. Demak, nima deydi? Ko'rsatuv so'ngida Shohsulton o'zini nima deydi? Avtorskiy qo'shiqlardan aytib berasan? Nasib bo'lsa inshaalloh. Va'da bering, faqat bajarakida. Men ro'za oyi allamaylik. Va'da beraman. Va'da berasan. Demak, tayyormisiz bugun ko'rsatuvga? Tayyorman. O'zi ko'rdingizmi ko'rsatuvni? To'g'risini ayting. Ha, bir-ikkita sonini ko'rdim. Yoqdimi sizga? Albatta. Hazillarga chidab, oxirigacha javob bera olasiz degan umiddaman. Inshaalloh. Demak, ketdik. Demak, bizada birinchi savol o'rtoqlar. Qarang. Birovlarning qo'shig'ini o'g'irlab, o'zingizniki qilib olib, to'ylarda odamlarni aldab shu qo'shiqda aytib berishga vijdoningiz qiynaladimi, yo'qmi? Ba'zi vaqt qiynaladi, ba'zi vaqt qiynalmaydi. Yo'q, qanday o'sha masalan, men to'yimga keldingiz, birovning qo'shiq aytyapsiz, aytib turgan joyingizda hech vijdoningiz qiynalmaganmi? Yo'q, qiynaladi. Endi bu san'at bu. Tushunarli. Lekin men to'g'risini aytaman, birovning hazilini aytsam 3 kunlab qilolmayman-da. O'zimga qiyos qilib aytyapman, to'g'risi. What? Demak, ikkinchi savol o'rtoqlar. Qarang, mahallangizda boshqa bolalardan, shu mahallangizda kichkina vaqtingizda boshqa bolalardan kaltak yegan vaqtingiz, dadangizni yo ayangizni chaqirib borib urdirganmisiz? Akamni borib chaqirib urdirganman. Necha marta bo'lgan? Necha yoshingizda? To'liqroq aytib bersangiz. Endi 8 yoshimda, 10 yoshimda akam chaqirib urgan. Undan keyin bo'lmagan, to'g'rimi? Jo'ralarni chaqirganman undan. Undan keyin jo'ralar. Masalan, men umrimda unaqa ish qilmaganman. Bizning qishloqda unaqa narsa bo'lmaganda. Ko'pchilik aytadi, masalan, men oxirlikdan ko'pchilik aytadi, sizlarni nima deydi, qishlog'inglar chekkaroq joyda, tog'li hududda deydi-da. Sizlarda yo'l to'sarlar ko'p deydi. Bizning qishloqda umuman unaqa narsa yo'q. Bezori yo'l to'sarlar umuman yo'q. Nimaga bilasizmi? Sizda chunki Yo'q. Yo'l to'sarlar yo'q-da bizning qishloqda. Nimaga bilasizmi? nimaga? Chunki bizda yo'l yo'q-da, yo'l to'sarlar yo'q. Demak, o'rtoqlar, 3-savol. Nechta qizga uylanaman deb aldab tashlab ketgansiz? Bu endi san'atkorlik baribir bo'lganda, to'g'rimi? Juda sanoqli. Nechtasini gaplashgansiz? Sanoqli. Sanoqli? Ha. Yo'q, xo'p. Mana nechta Vaqti vaqtidan aytaymi yo qanday? Obshi hayotingiz davomida. Obshi maktab davrida bitta bo'lgan. Lekin uni olaman demaganman. Uylanaman demagan. Yo'q. Aha. Kollej vaqtida bo'lgan. Lekin uni ham olaman demaganman. Ya, menga u narsalar kerak emas. Uylanaman deb aldab tashlab. Sanab beryapman-da birdaniga. Sanoqli bo'lishni. Obshi qilib bo'lganda bir 6 tasi bilan gaplashgan bo'lsamga 3 tasiga aytganda men olaman deb. Olaman. Lekin uylanmagansiz. Yo'q. Ular erga tegib ketganmi? Erga tegish ishim emas. O to'ylarni o'tkazib berganman. Borib qo'shiq aytib. Gap. Qanaqa bo'ladi o'shanda mana bor qo'shiq aytyapsiz sevgan qizingizni. O zo'r bo'ladi, kayf qilaman-da. Pul ishlasang, pul ishlaydi-ku. Gap. Demak, bizda 5-savol yo 5mi, 4mi? 4. Ha, demak bizda 4-savol o'rtoqlar. Necha yoshingizda sigaret, aroq yoki spirtli ichimliklar mahsulotlarini birinchi marotaba tatib ko'rgansiz? Chekib ko'rgansiz? Undan chekmaganman. Umringiz davomida chekmagansiz? Yo'q. Biror marta. Unaqa narsalar bilan shug'ullanmaymiz. San'at sohasida kerak emas unaqa. Umuman aroq yo bo'lgan-ku baribir qachondir bir marta ichib ko'rgankisiz yo bir marta Bir marta ha to'g'ri bo'lgan 12 yoshimda bo'lgan.
Qanaqa bo'lgan aytib berasizmi? O'sha vaqtda mehmonlar o'tirgan vaqtlarida chanqagan bo'lganman, rumkada suv deb ichib olganman, aroq ekan o'sha vaqt. Ko'rdinglarmi? Qaranglar-da. Shunchalar boyagini yoqib olyapti. Bilmayman, nima bo'lyapti? Hamma san'atkorlar shunaqami yo imенно siz shunaqami? Yo'q, hamma san'atkorlar shunaqa. Nimaga aynan 2 milliontadan aynan siz shunaqa? 5 qo'l barobar emas. Hazilni ham tushunmaydigan odamlar bor. Ko'ryapsizlarmi? Tushungan bo'lsangiz kommentariyaga yozib ketinglar, nimaga aynan 2 milliontadan aynan san degan hazilni kim tushungan bo'lsa. E'tibor degan bitta va. Xo'p, demak bizda 5-savol o'rtoqlar. 5-savol. Qizlardan pul olib qaytarib bermagan vaqtingiz bo'lganmi? Alfonsdek qilganmisiz? Yo'q, men unaqa emasman. Umuman. Yo'q. Men Biror marta. olgan bo'lsam ham shu 10 ming so'm olgan vaqtlarim bo'lgan, haligacha bitta qizga bermaganman, qaytarib. Ana vijdon azob qiynaydi. O'sha qizni topib 10 ming so'm pulni qaytarib bermoqchi bo'laman lekin yo'q-da. Nimaga? Olamni o'tgan. Yo'q. Mana ro'za oyi kakras o'sha qizga. Yo'q, u qiz topib bo'lmaydi u qizni. Ha, nimaga? Amerika ketganmi, Rossiyaga ketganmi? Yo'q, endi tirikmi, o'likmi bilmayman-ku. Qidirib ham ko'rmagansiz. Yo'q, o'sha vaqt tanishdik, yaxshi edik, shu bilan turdim-sudim, shu bilan ketdi. Bilmayman. Yerga tegib ketdimi, o'ldimi? Yo, baribir-da endi qarzdor odam shirinlik yemaslikka kerak degan gaplar bor, bilasizmi? Haqqi yo'q bu unaqa yaxshi yashashga. Qarzini berish kerak. Endi 10 ming so'm qo'yish emas-ku, odamjonim. O'sha vaqtda lekin mana shu 10 ming so'm qadrli pul edi. Ana. Ko'ryapsizlarmi? Men bilmayman bularga nima bo'lyapti o'rtoqlar. Demak, bizda 6-savol o'rtoqlar. San'atga kirgan vaqtlaringiz, san'atga kirib kelgan vaqtlaringiz, qiynalib yurganingizda birorta boy qiz menga uylan, ichib kuyov bo'l, men senga nima deydi, yordam qilaman san'at sohasida deganmi? Hech qachon. Demaganmi? Hech qachon. Demagan. Unaqasi uchramagan-da. Uchramagan, to'g'ri. Misol uchun, mana shu sohada ozgina yuraman-ku, blogerlik qilib. Masalan, meni deb ikkita qiz bir-birini o'ldirmoqchi bo'lganda, rostdan sochlarni yulib, yo'q, seni sevgiling desa, unisi yo'q, seni yigiting, menga kerak emas bunaqa yigit. Tushunasizmi? What? Yo'q, menda bo'lmagan. Bo'lmagan umuman. Yo'q. Yo, qanaqa qilib? Naborot biza bo'lganmiz, ikkita o'rtoq bitta qiz uchun urishganmiz. Kim bilan? Hozir ichini ochamiz. Sinfdoshim bilan. Sinfdoshim bilan. Bitta narsani so'rab ketaman. Anaqa qo'shiq kimniki? Qaysi qo'shiq? Do'st haqidagi qo'shiq. Tarix katta-da uni. Ya, aytamiz, mana yolg'on bo'lsa, mana nima deydi, yolg'onligini, rost bo'lsa rostligini xalq bilsin. Kimniki qo'shiq zo'r. Rostdan men o'zim aytdim. Bolalar beringlar shu qo'shiqni, men bir aytib ko'ray. Ovozim tushadi, to'g'risida. U gapdan hech kishi aytgan bilmayman, lekin Rostdan pulni beraman dedim, berishmadi, lekin ikki kishi aytiladigan qo'shiqni bir kishi aytib ketibdi. Siz shunga qanaqa reaksiya bildirdingiz? bu gapingizni Toyka Mo'minxon aytgan. Aytaman debmi? Shu pulini beraman, sotinglar menga. Endi menga demagan, o'sha imini aytgan odamga aytgan. O'sha ber, men sotib olaman, kerak emas, aytishing o'zim aytaman. Yo'q. Tushunarli. Nima desam, hayot shunaqa beshafqat, o'shaning uchun Uni bo'lmasa u qo'shiqda avtori yo'q. avtori yo'q. Avtori yo'q u qo'shiq. O'zi kimga tegishli? Ungami, sizgami? O'g'irlangan degan bo'ladi. U o'g'irlangan qo'shiq. Chunki boshqa toshkentlik bitta akaxon uni Varavskoy qo'shiqqa aytib chiqqan. Sizlar uning so'zlaridan foydalanamsiz? So'zlarni foydalanib, uni lekin asli avtori boshqa odam, avtori bilan gaplashganimizda pul so'ragan edi o'sha vaqtda. Yo'q, Samarqandskiy stilda. Hoji akalik Gold degan. Stop magazin nomer 70. Misol uchun mana hozirgi ko'rsatuvimiz ham Dilshod, bilasiz, Dilshod taniysiz, Dushoybangiz.
o'sha sherigimiz bilan uyda o'tirgan holatda Dilshod mana shunaqa narsa qilsam bo'lar ekan, birinchi samlo olaman dedim. Nimadir sabablarga ko'ra endi 4-soniga Dilshod bilan olganmiz, uni ko'rasiz xudo xolasa. Inshaalloh. Biz shunaqa birinchi sonni borku, olib qo'yamiz, keyin 10-sonni olamiz. Ki 9 da olamiz, tushunyapsizmi? Ana Interesni bo'lishi uchun. Ana ikkinchi sonni olmaganimizcha mana bu 4 ta son turaveradi telefonda. Shu qachon montaj qilinadi, qo'yiladi, juda ham mas'uliyati katta insonlarda. Albatta siz mas'uliyat juda ham katta. Shunday, o'rtoqlar podpiska bosib ketinglar, aytguncha men tezda 100 mingta bo'lishim kerak, shuning uchun podpiska qilinglar. Menga podpiska bosmasdan turib kuzatayotgan aziz muxlislar. Men Shoh Sultonni ham Instagramlarini qo'yaman, aytguncha ular bunga ham o'tib podpiska bosib, xushvaqtdan salom deb yondirib bangirlatib tashlaylar o'rtoqlar. Rahmat. Demak, bizda 7-savol. Qarang, qachondir shunaqa nozik holat bo'lgan, tanlash imkoniyati bo'lgan sizga, tushunyapsizmi? Sizni oldingizda ikkita yo'l bor, ikkalasi ham to'g'ri yo noto'g'riligini bilmaysiz. Lekin bittasini tanlagansiz, o'sha sizga noto'g'ri nima deydi, vaziyatga olib kelib qo'ygan. Shunaqa holat bo'lganmi hayotingiz davomida? Bo'lgan. Umrim davomida ikkita yo'l bo'lgan, yo san'at, yo военный omonchilar desak, spesnas. Shunda bo'lgan, shunda men spesnas bo'lishim kerak deganda, kattalar yo'q, spesnas bo'lmaysan, oilamizda militsiya yetarli degandan keyin men musiqa yo'nalishini tanlab ketganman. San'at sohasida. Lekin menda shunaqa holat bo'lgan. Endi mana men aytay, ichimdagi narsani, maylimi? Ha, albatta. Nima desam, 7-sinfligimda futbolga qiziqqanman-da. O'zi undan oldin futbolchi bo'laman deb o'ynab, harakat qilib yurardim. Ki oyog'im singandan keyin Ilmurod akani konsertlari chiqardi. O'sha payt ko'rardim dizaynni-da. O'sha payt ko'rib uyda yotganman-da 1,5 yil. Shuncha vaqt yotganman, oyog'im sinib, gipsda. O'shani ko'rib bo'ldim, men qiziqchi bo'laman, san'atkor bo'laman. Mana shu sohada ekanman. Men futbolchi bo'lmayman deb qaytib ketganman. Zo'r darvoza bo'lmagan. Zo'r darvoza bo'lmagan. Agar garmonlarni yeb zo'r bo'lganimda bo'yim balandroq bo'lardi. Bufonga o'xshaysiz-da keyin. Ha, вообще. Men Edersonga qiziqaman, to'g'risi. Ha. To'g'risi. Barsami, Realmi o'zi? Yo'q, Realda, конечно. He, bugun nima desam, nima bo'lyapti o'rtoq? Faqat realchilar bilan syomka qilaman-da, mana. Ha, mayli. Nechinchi o'ringa ketyapsizlar o'zi? 3-o'rinda. Malades. Demak, bizda 8-savol o'rtoqlar. To'yda o'zingizni qo'shig'ingizni aytganingizda odamlar eshitmaydi-ku, bilasizmi? Masalan, shunaqa yoqimsiz qo'shiqlar. Bo'ladi, ha, bo'ladi. Qo'y boyagingga qaytar degan vaziyat bo'lganmi o'sha payt? Juda ko'p odamni asabi buzilib, yaxshi kayfiyat aytayotgan vaqtingiz nima qiladi, yoki ayol kishi yoki erkak kishi nima qiladi, e'tibor berish kerak emas, albatta, chunki to'yda necha yillab odamlar jamlab, pul to'plab bir kishi qiladi. O'sha inson yoqqani uchun biza to'yga chaqiradi. Boshqa insonlar to'g'ri nima edi, fikrini to'g'ri qabul qilish kerak-ku, lekin kayfiyatdan buzish kerak emas degan. Shunday. Nimaga Bahriddin akani chaqirmaydi? Siz chaqira? Bahriddin aka endi Bahriddin Umardi. Bahriddin Umarov endi bizaga ustozlik qilmagan bo'lmasalar ham, lekin ustoz deymiz, chunki san'atlari yaxshi, ishlariga omad tilaymiz. Ya u kishiga ham ko'rsataman, sizni qo'shiqlaringiz zo'r harakat qilish kerak, malades bolalar deydi. Men aytmoqchi bo'lganim, Bahriddin aka aytsa, menga ham ko'proq ish bo'ladi-da, safsavida yuraman ozgina. Shunday. Iltimos sizga to'y chiqsa Bahriddin akaga yuborib yuboring. Bo'ldi, xudo xohlasa. Albatta, bu hazil. Demak, bizda 9-savol o'rtoqlar. Qarang, sizda tanlash imkoniyati bor. Ya'ni hayotingiz davomida eng yaxshi ko'rgan hobbi, ishingiz bu san'at, to'g'rimi? Qo'shiqchilik. Shunday desak ham bo'ladi. Hozirgi kunda, to'g'rimi? Lekin sizga tanlash imkoniyati berilyapti. Hozirgi holatingizdan 10 barobar yaxshi bo'lish. Misol uchun, Hamdam Sobirov, shunga o'xshagan mashhur topdagi insonlar bor-ku. O'shanday bo'lib ketishingni xohlasang, senda tanlash imkoniyati bor. Yo sog'lig'ingdan kechasan, yo oilangdan, yo sevgan insonlaringdan, yo do'stlaringdan, yo boshqa hobbilaringdan kechishing kerak deganda siz qaysi birini nima deydi, qaysi biridan kechib ijod tanlagan bo'lardingiz? Ha, ichida pul ham, boylik ham bor. Boylikdan kechib.
Boylikdan kechib ijod tanlagan bo'ladi. Ijod tanlagan bo'laman. Chunki baribir ijod tanlagandan keyin boylik keladi baribir. To'g'ri, lekin aqlli savol bo'ldi. Men bu narsani 2,5 soat o'ylab, qiyin savol deb yozgandim. Lekin men ish tarafini o'ylamagan ekanman. Bu safar ko'proq o'ylashga majbur qilyapsizlar. Demak, bizda savollarda 10-si, ya'ni eng oxirgi savolga yetib keldik. Agar qo'shiqchi bo'lmaganingizda nechta mol boqqan bo'lardingiz? Molmi? To'g'ri savol lekin. Mol mahsu fermerlik qilgan bo'lardim. Qilgan bo'lardingiz. Nechta mol boqqan bo'lardi? Mol mas uzum bilan shug'ullanardim. Uzum? Uzum bilan. Jigar. Если что san'atda ishlab uzumchilikka o'tsangiz, men o'zim sekin o'rgataman. Bilasiz-ku, bog'imiz bor. 70 so'm. Qancha? Bizaki kamroq. Qancha qancha? Bir 2 sotiqda. 2 sotiq. O'yiningni bil ukam, dedik. Xo'p, demak, Shohsulton mana oddiy savollar tugadi. Bu prosta kayfiyat ko'tarish uchun edi. Endi sizga shartli savollar beraman. Siz qarang, shartli savollarning sharti shundaki, 3 ta savol bor bu yerda. Variantlar ham beriladi. Tarixdan, futboldan va san'atdan. Agar siz to'g'ri javob bersangiz, sizga 10 ming so'm beraman. Tushunyapsizmi? Agar siz noto'g'ri javob bersangiz, sizda yana ikkita yo'l bor. 50 ming so'm menga berishingiz kerak yoki shart bajarishingiz kerak. Shart qanday, bilasizmi? Yaqin insoningizga telefon qilib $100 qarz so'raysiz yoki istoriya qo'yasiz. O'rtoqlar, ozgina qiynalib qoldim. 10 ming so'mni yordam qilinglar degan istoriyani qo'yasiz. Men uni to'g'risi ikkita ko'rsatuvda biz anaqa test rejimida qildik-da. Ularda istoriya qo'ydirma. Lekin bu safar siz qo'yasiz, men uni telefonda syomka qilib videoga qo'shib ketaman. Agar yutqizsangiz. Tayyormisiz? Tayyorman. Va'da bering. Va'da. Savollarga to'g'ri javob beraman. Agar yutqizib qo'ysam shart bajaraman. Qaytaring. Savollarga to'g'ri javob beraman. Agar yutqizib qo'ysam shart bajaraman. Boshlovchini hurmat qilaman, boshlovchini akamdek ko'raman. Boshlovchini hurmat qilaman, boshlovchiga akamdek hurmat qilaman. Boshlovchi nomer adin. Boshlovchi nomer 1. Rahmat. Mana shunday qilib, nima deydi, obro'y olamiz. Demak, tayyor bo'lsangiz, futbolga qiziqasiz, Realni muxlisisiz, to'g'rimi? Hozir Ronaldoni ham, masalan, barcha realchilar Ronaldoni ham muxlisi. Ronaldodan savol beramiz. Cristiano Ronaldo birinchi oltin butsasi, ya'ni oltin nima deydi? Krossovka deydi. O'zbekchasiga. Oltin butsasini nechanchi yil va nechi yoshda qo'lga kiritgan? Bilmayman savolni. Bilmaysiz. Variantlarni aytaymi? Aytingchi. Xo'p, 2004-yil 21 yoshda, 2005-yil 20 yoshda, 2006-yil 25 yoshda, 2007-yil 22 yoshda. Taxminan savol 2007 bizga kerak. O'ylab ko'ring. Lekin Cristiano Ronaldo 2004-yil futbolni boshlagan, shuni bilaman. Sportingda boshlagan, adashmasam 2005-yil keyin adashmasam Unitedga o'tgan. 2007. 2007. Shu variantda qolasiz. O'zgartirmaysiz. O'ylab ko'ring. Yo'q. Shu qolasiz. Shu javobda qolaman. Tabriklaymiz, siz 10 ming so'm yutib oldingiz. Qarsaylar, o'rtoqlar, qarsaylar. Demak, bizda ikkinchi savol shundaki, san'at sohasiga oid, ya'ni bu nima desam, bu qanaqadir qo'shiqda boyagisi emas, shunchaki ma'lumot berishingiz kerak. Samarqanddagi eng podpischisiga ko'p bloger kim? Samarqandda faqat. Bloger? Variant aytaymi, yo'q? Yo'q, aytish shart emas. Xo'p. Yo'q, to'xtang, bu yerda 4 ta variant bor-da. Xo'sh, ayting. Siz baribir bularning ichidan aytib berishingiz kerak. Xo'sh. O'z Munisa Rizayeva Samarqandlik bo'lsa, Munisa Rizayeva desangiz, bu yerda yo'q, men bilmayman. To'g'ri. Demak, birinchi o'rinda Xushvaqt Ravshanov, ya'ni men. Rahmat. Ikkinchisi Nani xonim, uchinchisi Rauf Barada, to'rtinchisi Selbipi. To'rtinchisi Selbipi. O'ylab ko'ring. Auditoriya maoshini o'shida. Xo'p, mana qancha podpischisiga bor deb o'ylaysiz Selbipi? Anaqani bilmayman-u. Taxminan 1 millionga yaqinroq deb o'ylayman. 1 millionga yaqin?
Yo'q, uncha emas menimcha. Men bor bu yoqda yana variantda. 3 tasini aytish kerak, bittasini aytish kerak. Yo'q, mana anaqa qilib chiqamiz, tahrirlab chiqamiz. Qaysi birida ko'p? Masalan, Xushroq Ravshanovda 26 million qancha? Nima kam joyim bor bulardan? Nima kam joyim bor? Chiroy bo'yicha birinchi o'rinda tursam, to'g'rimi? Shunday. Ha, muomalam bo'lsa, Albatta. gapira olsam, qo'shiq ayta olsam kamiga. Odamlar nima deydi? Odamlar O'zingni o'zingni bos. bos, Ha. o'zingni bos. Masalan, xo'p, meni olib taylaylik. Menda podpiskam bu prosta anaqa chalg'ituvchi savol edi. Shu bilan chalg'isa ya. Ikkinchisi misol uchun Nani xonim bor. Unda qancha deb o'ylaysiz? Da taxminan bir 150 ming kam Nani xonimda. maoshni aytdim. Rauf Baradada. 200 ming, 150 ming. Lekin sizga bitta bonus beraman mayli. Ikkita variant olib taylayman. Xo'sh, qaysi variant? Xushroq Ravshanov avtomatik chiqib ketadi va CLBP chiqib ketadi. Xo'sh. Sizga hozir Rauf Barada bilan Nani xonim qoldi. Shu ikkalasida podpisчик qaysi birida ko'p? Rauf Barada. Aniq. Aniq. O'zgartirmaysiz. Yo'q. Qaror qat'iy, shikoyatga o'rin yo'q. Shunday. Rauf Barada. Rauf Barada. Qarsanglar o'rtoqlar, qarsanglar. Shoh Sulton noto'g'ri javob berdi. Nani Ura. xonimda. Nani xonimda adashmasam 349 mingtami shunday edi. Rauf Barada 243 mingtami shunday. Ijod bo'yicha Rauf Barada yaxshiroq edi. No, to'g'ri, men hozir podpisчик so'rayapman. Qaysini ijodi yaxshi deganim yo'q. Shunday, Bu shunday. sizning fikringiz. Shunday. Biz raqamlarga tayanamiz. To'g'rimi? Shunday. 50 ming chiqarasizmi yo shart bajarasizmi? Shartda Shart bajarasiz. Kimga telefon qilamiz? Faqat Dilshodga demang. telefon qilayotgan odam Asqarga. yo'q. Xo'p, oxirida hisob kitob qilamiz. Demak, bizda 3-shartli savol. Newtonni bilasiz, to'g'rimi? Fizika o'qiganmisiz o'zi? Savol bor, lekin fizika men yomon ko'rganman. Unaqa qilmanglar-da. Unaqa qilmanglar. Misol uchun meni dadam o'qituvchi bo'lgan, fizika informatikadan dars bergan. O'sha uchun faqat fizikani tiqaman-da ichida. Chunki fizika o'qigan hozir. Xullas, Newton butun olam tortish qonuni bor, bilasizmi? Ha, shunday bilaman. O'sha butun olam tortish qonuni nechinchi yil kashf qilgan va qay tarzda? Variantlarni bering. Variant beray. Lekin bunda ikkita variant chiqib ketmaydi. O'zi bitta bonusingiz bor edi, ikkinchi shartda ishlatib o'ldingiz. Aha. Qurqaman chiqarib yuborasiz shunda. Xullas, 1678-yil, 1687-yil, 1778-yil, 1787-yil. Sizga qaysi bir qulay bo'lyapti? Yana buni qaytarib oling. Qiynaydi-da bular odamni. Xo'p, 1678-yil. Aha. Miyangizga keldimi raqam? Keyin 1687-yil. Tushunyapsizmi? Bittasi 78, bittasi 87. Aha. 1778, 1787. 1787. 1787, ha? O'ylab ko'ring. O'yladim. Chunki bilmayman-da uni qachon yaratilgan. Qanday? Yo'q, anamni eshitmaganmisiz? Newton mana qarang. Newton boradi, charchaydi, daraxtdagiga o'tiradi. Tushunyapsizmi? O'sha o'ylabchi-ha shu. Ha. Bilmayman, o'ylovga qaramaganman. O'tiradi, kitob yozib o'tiradi, nimadir qilib o'tiradi-da, yo sigaret chekmoqchi bo'larmi chekkaroqqa. Chekkaroqqa o'tadi, boshiga olma tushib ketadi-da. Yo'q. Ha. Keyin boshiga tushadi, yerga tushgandan keyin oladi, qaraydi. O'sha payt butun olam tortish qonuni kashf qiladi. Ya'ni kim bitta olmani tepaga tashlab yuborsa, yer o'zini materiyaga tortadi, tushunyapsizmi? O'shani hisobiga yer aynalsa ham siz chiqib ketib qolmaysiz-da, tushunyapsizmi? O'shani tortishib turaveradi. O'sha narsani kashf qilgan. Nechinchi yil kashf qilgan? Sal o'qinglar bir kitob. Faqat qo'shiq aytib soqqani qilishdan ko'ra sal bir kitob ham varaqlaylik tif qilib. kitob charchaganda biz qaridik o'zi.
Yosh bolalar qaradim deydi. Xo'p, nechinchi yil variantiga qoldingiz? 87. 1787, ha? Shunday. Tabriklaymiz o'rtoqlar. Tabriklaymiz. Shtagilar. Xullas, Shohsulton yana 50 ming so'm to'laydigan bo'ldi. Yutqazingiz. Chunki 1687-yil kashf qilgan bu narsani, tortish kuchini. 6 ga adashib qoldi. 687 da. 787 deyapsiz, ana shunda adashdi. Yo, o'zi bilmagandan keyin qiyin-da bu narsalar. Shunday, ha. Xo'p, Shohsulton nima qilamiz? Shart bajaramizmi, pul beramizmi, nima qilamiz? Nima qilamiz? Shart? Davay bo'lmasam ikkita shartni tez bajarib, tez qo'ying, biz syomka qilaylik-da va uyimizga ketaylik. O'zi ro'za og'izda biza ro'zalar bilan shart nimadan iborat edi? Charchab qoldik. Xo'p, mana ikkita istoriya qo'ya olasizmi? Aha. O'rtoqlar, qarz beringlar, ozgina qiynalib qoldim deb istoriya qo'yasiz. Lekin podkastdagimi aytaman-da. Yo'q, aytmaysiz. Qo'yasiz, Yo'q, mana. bo'lmaydi u siz. Qo'yasiz, bo'ldi. U keyin o'chirtaylaysizmi, o'chirmaysizmi, u sizning ishingiz. Vijdoningiz bo'lsa turadi. Assalomu alaykum hurmatli obunachilar. Menga 5 kishidan 10 ming so'mdan kerak. Katta raqamlarni jo'rab qo'yaman. Qiynalib qoldim. Men podkastdaman, hozir o'tiribmiz. Tashlashlaringizni iltimos qilaman. Tezroq faqat. 5 kishi. Kishidan 10 ming so'mdan kerak. Katta raqamlarni jo'rab qo'yaman. Qiynalib qoldim. Men podkastdaman, hozir o'tiribmiz. Tashlashlaringizni iltimos qilaman. Tezroq faqat. Xullas, va'da bajarildi. Va'da bajarildi, albatta. Assalomu alaykum, shunday kanal shu. Ha, profitmi? Karton 5000 so'm bo'ldimi? Ha, qani xursandman. Uxlab yotibdilar-da endi ro'za o'yi. Bo'ldi, bizga pul kerak emas, to'g'risi. Sababi nima deydi? Haqqoniy bo'lish kerak. O'sha bizga intrigada. Tasavvur qiling, qarz so'rayapti-da. San'atkor anaqa boyishi bilan, aka 50 ming so'm kerak, ozgina yordam qiling deb. Mayli $100 degandik, 50 ming dedi. Mayli buni ham qabul qilamiz, nima deymiz? Xullas o'rtoqlar, shunday qilib ko'rsatuvimiz o'z nihoyasiga yetdi. Podpiska bosing, like bosing, bu videoni maksimal do'stlaringizga ulashinglar. Keyingi soniga kimni chiqaraylik? Yozib ketinglar kommentariyaga. Faqatgina Samarqand territoriyasida bo'lsa, juda ham yaxshi bo'lardi, chunki hozirgi kunda faqat bizni qurbimiz yetadigan blogerlar faqat Samarqandda. Samarqandda xohlagan blogerni chaqirish imkoniyatiga ega biza, faqat Samarqandda. Chetki viloyatga borishga hozircha imkonimiz yo'q. Shohsulton, sizga kattakon rahmat deyman. O'zingizning tilaklaringiz bo'lsa, o'zingizning obunachilaringizga hurmat uchun rahmat, e'tibor uchun rahmat avvalambor. Podkastga o'zim men podkast ismidan chiqdi. Qanaqa ko'rsatuvga kelayotgan bilmaydi. Ma'no qani? Ma'no qani podkastga? Ma'no topdingizmi o'zi? Ma'nomi? Sal-pal topdik. Og'riq bormi? Bor og'riq. Ma'no qaniga podkastga omad tilaymiz. 100 ming taga kam qopti inshaalloh. Xudo xolasa. Agar yetib qolsalar haq beraman debdilar. Shunday. Shunga rahmat hammasi uchun. Omad yo'qtiramiz. Rahmat kattakon. Qo'shiq aytib bermaysizmi aytgancha? Qisqagina. 4 kuflet. Boshiga qo'yib yuboraman buni. 4 kuflet. Qaysi qo'shiq bo'lsin? Anam ming ismlar ichra takrorlayman ismi. Ha, qushday jonimni bilaman, Rayhon degan qo'shiq. Bo'ldi, ketaveradi. Ketdi. Qushday jonim bilan kugay g'avg'odaman. Rayhon, sen bog'da, men sahrodaman. Qushday jonim bilan kugay g'avg'odaman. Rayhon, sen bog'da, men sahrodaman. Mayli bo'lsam barging quchib yotgan yo'lak, gul ko'nglimni tushunmaydi sendan bo'lak. Rayhon
Men ham xuddi shunaqa qo'shiq aytaman kelajakda xudo xohlasa. Inshaalloh, ha, Gap yo'q. 2025-yilda kutib qolamiz sizni. Yo'q, to'g'risini aytaman, men realni aytaman. Shu kungacha Shohsulton haqida bir ikkita gaplar bor. Nima deydi? Ovoz yo'q u bolani deydi. Mana eshityapsizlar. Men ham to'g'risi men shu sohada yaqin, men bilasiz Bahriddin akadan ko'p narsani o'rganganman. O'zingizam aytgansiz, ovozim yo'q deb. Yo rostdan ham o'zim ham aytganman. Mana shu bola ishlab, harakat qilyapti o'zini ustida, malades. O'shaning uchun chaqirdik. Gap yo'q, ijodiga omad. Qo'llab-quvvatlaymiz. Bundan ham kuchli avtoriskalarni chiqarib, kliplar qilib, Inshaalloh. Dilshod bilan ma'ni kliplarda tushirish nasib qilsin sizga. Kattakon rahmat, sog' bo'ling. Xo'p, rahmat kattakon. Yarashadi. Sizlarga omad.